هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Mana bu Resulullah programımızdan 25. saniylik görüşünlerine kızgın karşılamayız. Ben Abdullah Yılgun. Kadirlik görülmelerimiz hemen malum boğandak bu mübarek ayının başlanışı bilen tan başlayan bu programımız her günü şu saatlerde ekranlarda bulup kilovatımız. Süymlük Peygamberimiz, yolbaşçımız, gözümüzün nuru boğan Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani şu güzel ahlakını hayatımızda özleştirip, özümüzdeki ameli boğan, Müslümanda bar boğan ahlakını tekembek güzelleştirip, mükemmelleştiriş için bu ümitler bilen başlayan edik. Bu güzel Ramazan'ı tekembek mollaştırış, hayatımızda bir özgertiş kırılış için. Rabbim inşallah bu niyetimizge yetkizgen boğa inşallah şunu ümit kılımız Rabbimizden her bir dünyanın arkası şeylerdeki körülmelerimizin ait yaxşı ta hazırlık gelişe güzel dualarını, salamlarını elip turvatımız şu kırnaşlarımızga hem köptün köp rahmet etimiz. Mana bu programımız mı pat arada bir kanç günden kin bu mübarek ayna ahırlışı bilen ahırlışıdı. Hem şu amalar malum boğandak her bir programımızı biz farklı mavzular toxtuluvatımız her günü bir tem bilen ketivatımız. Tünü günkü temimiz bolsa 24-te Resulullah ve kafirler degan temini başlatkan edik. Temi biraz kendi ayırını öz yaldığanlığı üçün tünü gün biz başlangıç şekilde kafir degan qandaq şahsın kafir deyimiz qancha türlerge bölündü. Kapırlar bilen Resulullah qandaq muamele qiladi degandek mazmunlarga biraz kirgan bolduq. İnşallah bugün şunun devamını davamlaştırmamız, temimizin devamını. Tününkü bölümde biz biraz anlıqçılar belki bu neyim degen bu mehribanlık biz yumşaq tarafını, güzel tarafını anlattık hamda. Bugün biraz inşallah qattiqroq tarafı anlatışı mümkün. Şunu biraz paranlaşıp öteylik hani. Programımız nahmeyden taxtlı otudu. Ekran aldı çıkıp duratkan numaralar arkalık bizge sualar qandaq mesele bolsa yollasanlar qarşı alımız. Şundaqla köplegen qarindaşlarımızdan paydalanışı üçün hem bəhirlab qoşunlarını ümit qılımız. Programımızın daimlik mehmeni hem Allah tunuşuq bolğan davetçi Ustaz Habibullah Kösel. Biraz texnikide məsələ bolğanlıq üçün nima bo'lib qoldi hozir kechirsizlar. Qimmatli vaqtini chiqarib oldi bilan qadam tashrif qilganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat etamiz oldi bilan. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. İnşallah leylatli qadr kechisi mübarek olsun inşallah. Amin inşallah. Evet inşallah Rabbim hammamizni yetkizgan bu güzel kechiga. İnşallah. Xo'sh ustad bevosita tungi kelgan yerimizdan boshlab davomlashtirsak Biganem Resulullah uruş halıdaki bu elbette bizim vatanımızdaki hazırki ahvalimiz ama bunu seliştirgan şekilde bundaq bir kafirlarga resmi düşmanlık kılıyatkan Müslümanlarga her taraftan bu kafirlarga qandaq muamele qiladi deb yadım başlasak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amde biz muhim bir nuqtani bilishimiz kerak. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem kafirlar bilan qandaq muomala qiladi deganimizda, hamda kafirlarni asosiy jihatini 3 ga bilamiz. Normal, yani normal kafirlar. Yani aralığımızda hech qandaq bir urush yo'q. U bizning dinimizga tajovuz qilmaydi, ya bizning ziminimizga tajovuz qilmaydi. Bunda kafirlar qanday muomala qilamiz degan chog'da ular bilan normal muomala qilamiz va Allohning dinini chiroyli shaklda yetkazishga tirishimiz. Bizning vazifamiz shu dedi. Ikkinchi xil kafirlar munofiqlar. Bu munofiqlar bilan qanday muomala qildi buni deyishdik. Üçüncü türdeki kafirlar olsa yani tecavüzcü kafirlar.
Xo'sh. Buni bizning dinimizda al-adu sail yani deb ataydi. Hamda bu muomalani so'zlashdan burun yanada islomning asosliq bir muhim prinsipal bir masala bor. U bo'lsa asli islom insoniyatga tinchlik, mehr muhabbat olib keldigandan. Shuning Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi. Ey Muhammad sen bütün alemga rahmat tursa dedi. Xo'sh. Qur'oni Karimda Allah "Va laqad karramna bani adamni" insonlarning hammasi ulug' dedi. Islom insonlarga mushtaq qaraydi. Hamda kafir masalasiga kelsak, asli dinimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam da'vat yetkazish jarayonida kafirlarga naqadar bir mehribonlik qilganligini, ularning amal va to'g'ri yo'lni tepib, xurofotlikdan, ozg'unlikdan qutulib, islomdan iborat bu haqiqatni, bu Allohning ne'matiga erishib olishni orzu qiladi. Shuning uchun biz payg'ambar alayhisalom Taif xalqini da'vat qilib chiqib, payg'ambar alayhisalomning da'vatini anglamay, aksincha payg'ambar alayhisalomga qattiq yo'lsizlik qilib, shu Taifdagi kichik vallarni payg'ambar alayhisalomga kuchga atib, payg'ambar alayhisalomni tillab, haqoratlab, Taifdan chalmi kesak qilib qo'lib o'tgancha Rasulullohim dedi. Jibril kelib, "Ey Muhammad, Alloh seninki ahvolingni ko'rdi" degan gapini angladi. Agar sen xohlasang, hozir tog'ni bu ikki tog'ni buni ustiga bir tashlayli degan vaqtda Rasululloh "Ya, balkim bular musulmon bo'lmasa, bularning avlodi musulmon bo'lib qolish mumkin" dedi. Degandek avlodi musulmon bo'ldi. Tamam. Hatta bir munofiq deganning eng ashaddiy islomning dushmani. Shuni o'n payg'ambar alayhisalom qanday muomala qildi? Munofiqlar özür ko'rsatsa, özürünü qabul qildi. Payg'ambar alayhisalom munofiqlar jinoyat o'tkazib, Rasulullohning haqqida bir bo'lmug'ri ishlarni qilsa, kechirdi munofiqlarni. Munofiqlarga chiroyli nasihat qildi. Munofiqlarning hidoyat topishi uchun duo qildi. Shu Qur'on Karimda "In tastagfir lahum aw la tastagfir lahum falan yaghfirallohu lahum." Nima? "In tastagfir sawan alayhim astaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum" degan oyat shuning tushdi. Ya'ni payg'ambar munofiqning duosini ijobat qildi. Hatto munofiqning peshvosi o'lib ketgan vaqtida payg'ambar alayhisalomning qasha kelib, o'g'li "Ya Rasululloh, dadamni seninki chapining bilan, sening ko'yniking bilan kipallisamsa, ko'ynikini berdi." Hatto munofiqning namozini tushadi payg'ambar alayhisalom. Anandaki munofiqning namozini tushama deb oyat nozil bo'ldi. Hozir musulmonlar masalan dedik, munofiqlarningki o'zirsini qabul qildi, munofiqlar uchun hidoyat uchun duo qildi, munofiqlarni kechadi, munofiqlarga chiroylicha nasihat qildi deb. Bizcha mush hozir men deb qolmam, musulmonlar payg'ambar alayhisalom Abu Bakrga, Umarga muomala qilgandek emas. Payg'ambar alayhisalom munofiqlar qanday muomala qilgandek, musulmonlar bir-biringizni ashta muomala qilgan bo'lsak, ajoyib yaxshi bo'lib ketadi hozir. Tamam. Endi hatta men hayron qoldigan yerim Huzayf ibn al-Yamani bilan dadisi hijrat qildigan vaqtida kafirlar tutib oldi. Tutib olib, shu yerda bir deyishdi, agar sen bizga qarshi urush qatnashmasang, seni qo'yitimiz dedi. Ma'qul deb shu va'dani qilib, bu ikkisi payg'ambar alayhisolamning qashiga keldi. Badr urushiga chiqqan chaqda Rasululloh biz kafirga mushta va'da qilibdi, qanday qilmaymiz debdi. Bo'ldi, ishkanglar Badr urushiga qatnashmaysizlar, kafirga bo'lgan va'dani amal qilinglar dedi. Din jimo'ma bu. Bizning dinimiz shu hamdi. Bu kafirlarga qilgan muomalasi hamdi. Hamda shu kafirlarga muomalasidan yana normal ahvoldaymiz. Shu payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilib keldi shunaqo. Madinada musulmonlar boti, kafirlar boti, yahudilar boti. Hatto ba'zi nasoralar boti. Shular bilan hammasidan kelinglar. Sizlar o'zingizning dini bo'yicha yashanglar. Men o'zimning islom bo'yicha yashayman, lekin davlatni o'rtaq qurib biz davlatni o'rtaq qo'g'daymiz. Ma davlatning dushmani bilan do'st bo'lmaysa, davlatga bir hujum qilsa, o'rtaq bir-birimiz tan qo'g'daymiz deb bir davlatni qurib, ya'ni kafirlar bilan qanday yashashni payg'ambar ko'rsatib qo'ydi bizga o'rnak qilib. Bu normal ahvol. Ammo tajovuzchi kafirlarga bu yerga kelishimizga tajovuzchi kafirlarga nisbatan Qur'oni Karimda uchuq oyatda Allah subhanahu va taala nima deydi? Faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah.
Ama tacavuzçular ne? Bu yerda da kafir mi demiş? Faqatullati tabghi dedi. Tacavuz qilganlarni Allah'ın buyruğu qaytmoqlik sizlar ular bilan jang qilinglar dedi. Yani cihat qilinglar dedi. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ Sizge tacavuz qilganlarga sizmi qayt yandırma tacavuz qilinglar dedi. Şoň Peygamber Aleyhisselam'ın nurgun yerligi cihat qilgan çağda nima üçün ularga berip aşılar bilan cihat qilgan desa, ular tacavuz Peygamber Aleyhisselam ya tacavuz qilishga tayyorlanib atgan, ya tacavuz qilish ehtimollik var kafirlar bilan Peygamber Aleyhisselam cihat qilgan. O bizge iniq tacavuz qilib ketgan kafirga nisbatan bütün dünyadaki İslam ölümaları %100 bil ittifaq karşı cihat qildi degan. Mavcuma tefsir şunaslar, hadis şunaslar, fiqh şunaslar, bütün dünya ölümaları bil ittifaq tacavuz düşmanga qarşı tursan. Sen qandaq tacavuz qilgan bolsa, sen şundaq onun raddiya qaytırsa degan. İqtisadi jihatdan tacavuz qilsa, iqtisadi jihatdan tacavuz qilsa, biz tacavuz qilishimiz kerak. Yani biz ularga javob qaytarishimiz kerak. Bizga qurolliq hujum qilgan bolsa, biz qurolliq hujum kerak. Bu o'limalarning orasida bil ittifoq kelgan masala. Shuningga man qutila dunam dinihi fa huwa shahid. Agar dinni qo'g'dayman deb o'lib ketsa shahid. Man qutila duna ahlihi, o'zining oila jamoatini qo'g'dayman deb o'lib ketgan bo'lsa shahid. Onun eksini buldu eğer bu tacavuzçu zulümü karşı çıkmagan ne buldu? Peygamber Aleyhisselam men uzilla indahu mu'minun felem yansuruhu ve huve qadirun ala en yansuruh ezellahullahu ala ru'usil eşhad yevmel kıyamet dedi. Sen bir Müslüman, bir mümin horlansa dedi. Sen bir onun yardım kılışqa küçün yetip durup yardım kılmasan kıyamet günüsü bütün halk alemelde Allah seni resva kılıp har kılıp etudu dedi. Bu bek içinişke hazır ama şu vatandaki Müslümanlara vatanda zulüm çekip atkanlara her xil bani bilen bularni qutquzish uchun harakat qilmaganlar qiyomat kunsi eng xor bo'ldi Allohim. Ham nima deydi u desam, Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi shunday deydi. Senin diningni, senin şan şerifingga tajovuz qilgan dushmanga qarshi jihad qilish jihatlar ichidagi birinchi numurliq jihat deydi. Senin diningni depsanda qilgan, senin şan şerifingni depsanda qilgan. Şan şerif degan bizning vatandagi ayollar bizning şan şerifimiz, vatan tuprog'i bizning şan şerifimiz. Şarkı Türkistan bizden şan şarpımız. Senin şan şarpını, senin dinini depsende qilgan tajovuzchiga qarshi turishing deydi. İmandilli qilib qolsa, yani Allah'ni itiraf qilib imandilli qilib qolsa, birinchi ishing shu deydi. İmanding killam sen shu ishni qilsa deydi. Düşman qarshi tursa deydi. Muhabbet muhim cuma. Hozir şunun Uyg'ur xalqining, yani musulmonlarning birinchi numurliq Alloh qildigan ibodati Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish. Mana bu din. Men demedim bu gapni. Mana Ibn Taymiya rahmatullohi islomning vakil xarakterlik olim nim deydi. Wa ammal qitalu ad-daf'i fa huwa ashaddu anwa'i ad-daf'i al-sa'il an al-hurmati wad-din. Wajibun ijma'an. Yani tajovuzchi kafirlarga qarshi turish Allah'a iman etgandan keyin eng birinchi numurliq jihatdir. Ve bu cihatını kılış bütün ölümalarının birlik kılışı bilen farzdır, vaciptir dedi. Hoş. Şunun için ölümalarımız ne degan desa, muşundaq holatda, yani bir düşman, bir tajovuzchi sening ziminiga besib kirsa deydi. Ziminiga besib kirsa, hech qanday uzr qilmaydi. Bala dadidan so'ramaydi. Ayol erdan so'ramaydi. Qul xo'jadan so'ramay hujumga atlandi dedi. Bu tajovuzchi, bunun hükmü normal kafirlarga o'xshashmaydi bu. Ve bu mesele to'g'riliq, yani farz ayn degan gap hamma odamga farz degan bo'ldi. Xuddi namozga o'xshaydi. Namozga o'xshash. Yani palani qilayotgandan keyin men jim yetib turay. Ya bo'lmasa men azroq bir turib turay hozir. Mening oyat anda ishim bor. Yoki vatanda pulim bor, pulimni ochib qo'ygacha yoki milimni sotib, yo'q. Hammadan farz ayni bo'ldi.
Shuning uchun hamma odam mayli o'ttirg'i chiqsin, chiqmasin, mayli yushurun qilsin, oshkora qilsin, Xitoyga cho'qim amaliy ish harakati bilan puli bilan, jini bilan, yuz obro'y bilan, bilim bilan buning qarshi turish iymondillik qilib qolsa birinchi muhim masala deb o'limalarimiz yo'q. Buni faqat datalashgan masala emas. Bir 100 o'limalar ittifoq kelgan masala. Bu masala Xitoy bilan biz undan chiroy o'tib degan gap yo'q. Ma'lum ayrim. Ammo ya'ni da'vat etkazuvchi jarayonda yoki qo'shnimiz bo'lib qolsa yoki ishqib biz bilan dinimizga va bizning shon sharafimizga hujum qilmagan bilan biz chiroylicha odamcha yashasak bo'ladi. Ammo tajovuzchi, hatto musulmon bo'lsa-mu tajovuzchi, uning qarshi turamiz. Mana bu bizning dinimiz. Amaliyotda hozir bu kafirlar bizni dinimizni yo'qotib olsa, hatto bir insonligimizni yo'qotib olsa, demak buning bu shuni men deyman-ku, hozirgi zamondagi eng Alloh rozi bo'lgan ibodat shu tajovuzchi kommunistlarga qarshi turish. Da'vatimiz shu anda. Xo'sh. Endi bu masalani biraz xalqning ichiga bir har bir Sharq Turkistonlik qarshi turish degan vaqtda qanday qarshi turman? Mesela mening kuchim nimaga yetadi meniki deb desam, buni qanday ochamiz? Endi bu yerga qurolli qarshi turishmi? Bu yerda qarshi turish deganimiz, masalan Rasulullohning hayotini o'qisak, ba'zanda o'zi ojiz vaqtida dushmanlarga qanday qarshi turgan, tayyorlik bilan qarshi turgan, hatto Umay jim turib olib qarshi turgan. Ammo kuch yetgan vaqtida rasmiy qurolga qarshi turgan. Shunga o'xshash, masalan hozir bu qanday qarshi turishni hamma odam biladi. Hozir masalan hozircha mushkullarda qurolliq qarshi turishga kuchimiz yetmasa, uningga tayyorlik qilishimiz kerak. Tamam? Iqtisodiyot, hozir masalan ilon tashviqot shuni qarshi turganlik. Buni qilmayotsa? Buni qilmaganlar Allohdan qo'rqsulda hamda. Demak bir farazni qilmaydi degan gap. Ya'ni o'zining iymonini İlan təşviqat hazır ən güclük. Yani kafirlarning rezillikini, iflaslıqını, bu komünistlarning faqat Uyghur musulmonlarga lan balayafat emas, bütün dünya xalqiga. Hatta biz Uyg'urlar shuni bilamiz ki, Xitoylar tabiatning dushmani hamda. Canvar, ishak, mushning dushmanda, gilgiyaning dushmani bular. Nega bo'lsa buzudi, vayron qiladi, zulm qiladi. Buni biz insonlarga bildirishimiz kerak. Yani biz Uyg'urlar shuni bilamiz. Agar bizni yevassa bu to'xtab qolmaydi. Oldi qarab, nim uchursa shuni yeydi, shuni tajovuz qiladi. Xitoyning bir yo'l, bir bog'lan bir yo'l deganim shu tajovuzchilik harakati uni. İnsanlar bilish kerak. Biz buni insonlarga bildirishimiz kerak. Bunun qanchalik yeli mehri, yani makkar ekanligini biz Uyg'urlardan bak biladigan bir insonlar yo'q. Biz bularni bildirishimiz kerak. Shuning uchun bularning haqiqiy mohiyatini echib tashlash eng cho'ng jihatlarning birisi hozir shu. Yani qarab turmaslik. Hamma odam o'zining vijdoniga qo'lni qo'yib aqib, men mana shu komünist ailemni bütün Uyghur musulmonlarni yo'qotayotgan, bolalarimizni xitoylashtirayotgan, ayollarimizni dafsanda qilayotgan, zimin tuproqimizni tajovuz qilgan mush kafirga men Alloh so'rasa, men mushunchilik qildim deb javob beraylikdek holatda qarshi turish. Hamma chunki sizning hisobingni oxiratda Alloh oladi hamda. Alloh sendan so'raydi. Sen muşu tajovuz kirgan vaqtida din sana muşning qarshi turishni farz qilgan. Xo'sh. Sen muşning uchun nima qildingsa, bir Allohning oldida yuzi qizamay javob bergidek bir ishni qilish. Muşning qarshi turish. Hozir masalan siyosiyo'larimiz ba'zanlari imzo etinglar deydi, ba'zanlari tashviq qilinglar, namoyish qilinglar, pul beringlar, har xil faoliyatlar bo'laydi. Uningda hammasiga qanchalik sizning kuching yetsa shuni qilish. Ammo jimmida yetib olish mana bu ya musulmondachilikdan, ya insonchilikdan, ya uyg'urchilikdan nisibisi yo'q odamdan qilgan ishandi. Xo'sh, mana shu Rasulumuzning urush oldi kafirlarga qanday muomala qilgandik, agar boshqa misollar bo'lmasa, boshqa so'z o'tib ketsam. Tamam. Xo'sh, men mana shu degan qo'limizdan keladigan ishlarning qaysi doirada ekanligi hammamizga ma'lum. Bu muhojiratdagi vatanimizdagilarga hozir hech bir eg'iz ichish mumkin emas ahvolimiz. Yani bu biz tekrar qaysi suhbatlarimizda devatimiz bugungi bu mavzuda düşmanga qarshi chiqish masalasida
Hazır ana ahırda biraz söylep ötüle. Şu Xitayni bilgen dünyada özünü aqlap bulanmay şunçu vala tilmişip atkan bütün gücü bilen barlıq gücüne iqtisadını teşviqatını özgertiş ma xalqaradalqı qarılınıp atkan xalqarada bu Xitay bir rezil bir orunğa düştü de hem de hazır axbaratda. Bunu güzelleştirip bulanmay bütün her gün axbaratı bunu görüp atımız. Biz bunu içide işlevat qadam boğan ki texinbek yakın her gün bunu aqtırıp körüp durmaz hem de. Xitay zada qımmığını qanmay pulni sarf qilib atdı özünü aqlash chiroyli ko'rsatish uchun xalqarada bir o'ttirga chiqqan bir narsa. Ammo lekin shu nayt afsuslanarlik bilan shuni ayta olamizki, mayli O'rta Osiyodagi nurg'un qarindoshlarimiz bo'lsin yoki dunyoning hamma joylaridagi erkin dunyoda yashayotgan insonlar deyli. Har qandig'ining oilasida tutilmagan, bu zulmni ko'rmagan insonlar yo'q. Mushundaq ahvolda turib bu Xitayni eng vahşi urduğan kaçatlayalaydigan qulağındaki gibi ya senden bir tamcı kan akmaydı ya bir dünya kadar küçük etmeydi. Muşun Xitayni rezilleştirdiğan Xitayni dünyada Xitayning cinayetini aşkarlap kümüytüdigan derecede fırsat var bizga hamda. Eğer hamma Uyg'ur emas, bir Uyg'urning bir 50% chiqadigan bo'lsa, bizning ishimiz boshqacha bo'lgan bo'ladi degan. Men partlagan sukut olsun nurg'un programmada qayta tekrar dedim bu masalani. Bunda qımmanlar oturuğa çıkan deb. Şu programımız mı 50 san programı bağmay toxtudu. Telefonlarda uyabeydi qılıb atqanlar var ama bek az. Her bir Uyghur bilgen muş programı arqılıq bunun en çoğun Xitayga urulduğan, düşmeninge urulduğan, düşmen bilen oturağına ravuruz çigirarağına araydıgan bir mesele işkellikini bunu bir azraq açsak bunu. Nime üçün bu şekilde bu uxlaş, bu şekilde Xitaydan yana qo'rqib yuramdiq. Yani nima chiqamdi, nima ziyon qildi sana agar bunu oshkorlab Xitoyning jinoyatini o'tirib qo'ysang. Bu masala biraz kechish kerak bo'lganda. Hamda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadis sharifda mushu musulmonlarning hozirgi ahvolini nihoyat aniq yo'ritib bergan. Nima uchun musulmonlar mana shu kunga qoldi? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam tatada alaykumul umam. Yani sizga kishilar deydi, bir-birini chaqirishib hujum qildi deydi. Xuddi qo'y kala o'zininki yemiga parasitib yeb hujum qilgandek mushundaq tadadaa degan gap bir-birini chaqirdi deydi. To'rtta bir-birini chaqirib. Mushundaq qiladi degan keyin ya Rasululloh amin qillatin nahnu yawma izin deb. Bu mushundaq hammadan biz hujum qilib hammasi bizni bo'za qildigan kunda biz sonimiz ozmi deganda la bal antum kaseer degan. Uçalı sananlar nahayet ceh oldu. Mesela hazır Müslümanlar dünyada 1 milyar tahminen 700 milyon da koydu iken. Sizler köp lekin g'usaun ka g'usa'is sayl deb. Sizler denizning üstü köpük o'xshaysizlar. Yani qimmatsiz insonlarning qimmat qilmaydi degan. Tayini yo'q. İman cihetten bolsun, ahlak cihetten bolsun. Bu diyen ki ya Resulullah nimi cihetten? Süpetsiz. Ha, nimi süpetsiz. Nimi cihetten muşta bu kalmayız diyen sizde bir acizlik yedi vahn diyen. Sizde bir acizlik buldu diyen bu acizlikten sebebi nime diyen çağda hubbud dünya ve karahiyetul maut dedi. Dünyaya berilseler ölümden korkaysılar dedi. Yani biz Uygurlar hakikaten hemimizden ketken. Bu bugün kunlar emas, buruntunmu şan sharifimiz depsanda qilinsa, dinimiz depsanda qilinsa, faqat yashab qilish badaliga shunda voz kechgan xatolik bor biz uchun. Amaliyotda biz shu mayli men bu shon sharifimsiz yashagandan o'lay deb jonni tikib, yashasam odamdek yashayman, yashasam musulmondek yashayman, bo'lmasa ko'ta xaltangni deb bosh egmagan bo'lsak, mushkilni qilmaydiqandi. Şu baş egish, anaki bir qatam baş eganda g'ururimiz dapsanda qilindi. Dinimiz dapsanda qilindi. Demak bizda bir yada bizning bir ichimizda bir yani ezildi. Yani baş egib sundi bizda. Şu an nazar chat eldimi acayip insonlar tuqqanlari dapsanda qilinib, bo'lmagan zulm bo'lsa, yana tahi o'g'anmay özü bilgençe yaşap yürgen insanlar var. Ne mi dese bula? Aldı ölen dedik bulanın imanı da çukum %100 mesele var. Çünkü ben dedim, eğer senin imanın bolsa, mana bu din nimdeydi o? Eğer tacavuzçı san tacavuz kılsa, sen onu tacavuz kılsa,
Ha, tajovuz qilish sening ixtiyorishing yo'q, ixtiyorishing emas. Buni ulamolarimiz farz ayn deydi. Farz ayn degani nima degan gap? Har bir shaxs chuqum qilish kerak, qilmasa jazolandi degan gap. Namozni farz ayn deymiz. Hamma odam o'zi qilish kerak. Allah bu hukm bu. Nima uchun qilmaydi? Demak, sen oldi bilan sening musulmon deb da'vo qilishing, musulmonchilikni men musulmon deyishing to'g'ri emas. Chunki musulmon bo'lsang, zodi chuqum tajovuzga qarshi turishing kerak. Hey, insonda g'urur bo'lish kerak. Endi ma'qul burunqisiga tugabdi. Biz mushu Xitoy tajovuzchilarininki Allohning bizning bu imtihonni qilishda bir hikmat bor mana. Bizning naqadar tugishib, nega berib qolganligimizni ko'rsatdi. Shuna bizni bu kafirlar bizning ahvolimizni bilgandan keyin andikin bizga hujum qilyapti. Nima uchun burun qilmadi bu ishlarni? Nima uchun hozir fursatni berib qildi? Shu bizning tugab mishakil. Endi demak bu fursat bizning Alloh qaytadigan, dinimizga qaytadigan, asli g'ururimizga, ajdodlarimizning yo'liga qaytadigan, Abduqodir Damullam, Sabit Damullam, ash kishilarimizning yo'liga qaytadigan, haqiqiy jangchilarimizning, botirlarimizning yo'liga qaytadigan davrimiz keldi hozir. Shuning uchun bu bir sinoq. Agar bu sinoqdan o'tamasak, bu dunyoda muxor, oxiratda muxor yashaymiz endi. Shuning uchun abasil deganda hozir hammamizning fursat bor. Bo'libmi e'lon tashviqot hozir va Xitoylardan qon qustirish uchun tayyorlik qilish. Chunki bizni hozir bir shashqonning o'rnida tajriba qiladi. Masalan, yaqinda bir yil Ramazonda bir arabninki nemisini ko'rdik-ku videosini. Uyg'urlar nakatda edi. Qani bu bizning xalq kech kunduz o'ltirilyapti, ichki a'zolari setilyapti, insonligi dafsanda qilinyapti, mavjudligi yo'qotadi. Ay nima qildi bizga? Agar ashular ko'z oldimizda yo'qolib ketsa, buningdan keyin biz chet elda yashayotganlarning yegan ishkan bo'lami? İştinin gününü görüp yaşayımıza gerçekleşir. Bizden köz aldığımızda aşılar yo'qab, aş Xitoy vatandaşlar yep ketse, biz bunundakin hayat bizga hayat bo'lmaydi, hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz vicdan azabida, g'urur azabida, dinning azabida yaşaymiz biz. Chunki bir musulmon qalab turib biz shunda yo'qab ketganda bo'ldi. Bizga shuningga hozir vatanni qutqizish uchun har qanday ish biz uchun durust, joiz. Qo'limizdan nima kelsa qilib vatandakilarni qutqizish ve kısas ilish. Kısas Kur'an-ı Kerim'de ve fil qisasi hayatun li ulil albab dedi. Aqlliqlar uchun kısas. Ya ulil albab. Demek bu meseleni men yani Müslüman bolsan, insan bolsan, Uyg'ur bolsan, hech kimga bana sebep yok. Chuqum biz ittifoqlashib, insof qilib, o'zaro birimizni tillashmay. Men dedim abi ya, Müslümanlar o'zaro Peygamber Aleyhisselam munofiqdan qilgan muomalani qilgan bo'lsa, munofiq qilgan muomala qilsa bizda nurg'un ittifoqlik bo'lib ketdi. Dedim qo'y munofiq Peygamber Aleyhisselam uning uzrsini qabul qiladi. Voy men xato, men bunda qilibman, asli bunda qildim, qabul qiladi, shundaymi? Uzrsini qabul qiladi. Afu qiladi. Uning gunohini tilab Allohga duo qiladi. Tamam? Uning qalbini surish chiqib yurmay, qalbini Alloh qo'yib tashqi ko'rinish muomala qiladi Peygamber Aleyhisselam. Munofiqlarga. Sirtning bo'lsa, shu buncha muomala qiladi. Bo'lmasa Ubay ibn Sululninki munofiq ekanligini %100 biladi. Lekin Peygamber Aleyhisselam o'lib ketsa chapini va'da nam qilganga. Musulmonlar mushunchilik bir-biriga muomala qilsa, ma'qulni qilmaydi o'zanda. Demak, qanchalik bizningki suhbatimizning, musulmondachiligimizning to'lab ketganligini bildirdi. Xo'sh. Hakikaten qilishga tegishli ishlarimizni aytib ko'p qadrlik ko'rilmalarimiz biz ekranlarda nurg'un qatim dedik. Bugun qaysi bir siyosiy shu odamlarimizning birisi bir so'zi bor. Bugun dunyo vaziyati Uyg'urlarga o kadar yaxshi, o kadar aslida biz Sharq Turkistonning da'vochilari bo'lish suhbatimiz bilan, da'vogarlari bo'lish suhbatimiz bilan butun dunyo kun tartibini biz canlı faaliyetlerimiz bilen söylep özümüzün davası tarafı söylep menişimiz gerek bolğandan orunda biz şundaqdık asli talep qılındığan narsa bizden bu de. Ama lekin biz şunun oxşap qaldık degan bir söz var. Unutamaman bir qancha yil oldu onga.
Adır xuddi yo'g'on bir kalkun kelib ketgan bo'lsa, kalkunda bir yo'g'on bir ko'tak, kalkunda surash, guldirlab, laylab eqib menayotgan bo'lsa, dal Sharq Turkiston xalqi dunyo vaziyati kalkun, laylab eqiyotgan ko'tak Sharq Turkistonliklar bo'lib qoldi. Sharq Turkiston da'vosi bo'lib qoldi. Dünya vaziyetini Sharq Turkistonliklar da'voning egisi bo'lganlar so'rab maqmay, butun dunyo Sharq Turkistonlikni ishtirib menayotdi hozir. Yani bugün dünya axboroti bo'lsin, hamma yerda chiqqin Xitoyni oshkorlar, rezil qil, buni bizning kuchimizni, bizning qo'limizni texnik kuchaytgan deyotgan vaziyatda bu da'voning egilari bo'lgan bizlar nihoyat passiv holatda turyapmiz. Buni Alloh ko'rib turdi. Bu güzel Ramazanlarda bo'lsa, uyg'onayli, yana Xitoydan umid kutmayli. Bugun hala bugun kun kelguncha Xitoyda vaziyat o'zgarib qolib qolsa, yoki Xi Jinping kelsa, yoki bo'lmasa hozirgi nima ma Xitoyning beshadirki nima deb bu Xitoy kesib ketib qolib qolsa, ma uchun Kongo degan maxluq mal'un bu ketib qolib qolsa balki o'zgarib qolishi mumkin. Andan keyin yana vatanga borib qaytib ketamiz falan pustan devatilgan mushu tushunchada yashayotgan maxluqlar, ikki putliq maxluqlar bizning millatning ichidan bo'lgan maxluqlar hala bu millatning ichidan chet-elda. Ya men bütün avlodini, bütün boyligini yeb ketgandan keyin yana mushu fikrda turayotgan ma nejis yo'qolsin, men buning uchun men harakat qilay, bir jinim qopdi, bir sesiq jinim deb buni o'ylashning o'rniga ya maqta o'zgarib qolib qolsa, yana boshqa birisi kelib qolsa deydigan fikrdagi insonlarning baliqi o'ng so'l tarafimdan qo'liqimga haftada qancha qaytim kirib turdi meniki. O'ylab baqaydi. Bu shakldagi holatda tursak, Allohning nusratiga biz asldan loyiq bo'lmagan bilamiz. Loyiq bo'lmagan millatga qanday bir izzat, ikrom, hürlük, erkinlik bizga qanday loyiq bo'lsin ki? Biz oldi bilan biz buni yuragimizdan bir talab qilayli va shuningga ko'ra harakat qilayli. Va biz to'g'anda to'xtalgan temamiz bu shuningga munosabatlik. Endi islomda al-vala val bara deydigan bir muhim bir atalg'u termin bor endi. Bu narsani siz albatta ochila. Al-vala, ya'ni Alloh rozi bo'lgan, Alloh do'st tutganda, Alloh uchun do'st tutish, har qanday birisini yaxshi ko'rgan bo'lsak, ya'ni do'st dushmanlik chegara ayirish uqumi bu endi. Bu uqumni qanday tushunsak, buni biz biroz ochsak buni. Xo'sh, endi hozir bak muhim tema bu. Shu o'zini musulmon deyotgan, ammo musulmonlar uchun xo'shallik uchun xo'shal bo'lmagan, musulmonlarning hasrati uchun hasrat chekmagan odam anglaydigan gap bu. Bu al-vala val bara degan gap Uyg'urchada al-vala sadoqatmanlik degan bo'ldi. Ya'ni sadoqatmanlik bo'ldi. Musulmonlarga sadoqatman bo'lish. Xo'sh. Val bara kafirlardan ada juda bo'lish. Endi bu al-vala degan gapni biz dedik. Al-vala degan gapning lug'at ma'nosi sadoqatmanlik dedik. Sadoqatmanlik. Endi ulamolar bu nima degan gap, vala degan gapsa mu'minlarni yaxshi ko'rish va mu'minlarning g'alaba qilishini va izzat obro'y tepishni orzu qilish bilan birga mu'minni yaxshi ko'rish. Shunga al-hubbu ma al-arabchada deydi. Al-hubbu ma'an nusra deydi. Yani bu İslam'da asla akide deb qo'yamiz-ku. İslam ideologiyasındaki en muhim, yani la ilahe illallah'ның cevheri. Yani sen kimga tava şunu bildir. Sen kimga tava demekçi? Sepingni ayrı. Ha, sepingni ayrı. Sen kimga tava? Eğer Müslüman olsa Müslüman'a tava mı? Unda olsa sen Müslümanların xoşallığı için xoşal bulalısan, Müslümanlar det tatqa vaqtida sen o'xshash det tatalısan, mana bu Müslümanlar bo'lgan sadoqatmanlikni bildirdi. Bu bek muhim masala. Masalan, la ilahe illallah'nınki, yani bir adam Müslüman bo'lsa la ilahe illallah deb, yani Müslüman bo'ldi-ku. Shuning birinchi taqozo qilgan ishi shu endi. O'zingning tavalligini aniq oshkorlash. Bunda deganlik, yani sen bir musulmonlar hozirgi Uyg'urning ahvolidek mushunda holat tushgan vaqtida sen mushum aşağıdaki yig'ilganlar uchun yig'ilmasan, shu yerdagi musulmonlar uchun bir yordam qilmasan,
Sen de Müslümanlığa sadık buluşken yani el-vala vel-bara yani muhabbet, nefret, senin çigirin, dairın ayrılmagan. Yani sen bir sap Müslüman bulanmaysa degan gap. Bu sap Müslüman bilen yalgan Müslümandan ayırıydigan bir ufkum bu. Arapçadaki el-vala vel-bara degan gap. Vala Müslümanlığa sadık buluşunu gösteriyor. Akidege sadık buluşunu gösteriyor. Dinga sadık buluşunu gösteriyor. Şununla Allah Subhanahu wa Kur'an-ı Kerim'de deydi o. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuvadduna men haddallahu ve Resulü dedi. Yani Allah'a ve ahiret günüge işindiğen bir kavminin Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını ularının onları, oğulları ya kırındaşları ya uruk tukkaları bulgan takdirde mi dostluqalıqını göremeyse deydi. Dehşet xatarlik bir fikir. Dehşet xatarlik. Şunun için bu el-vala vel-bara degan gap Allah ve Allah'ın Resulü peygamberi ve Müslümanlar sana hemmedin süyümlük bolğan vaqtida andan keyin sende yani bu sadaqatmenlik bolğan boldu. Mesela to'g'ri biz abiya bir gapni qildik. Biz insonlarni hurmatlaymiz dedik. To'g'ri, biz insonlarni hurmatlaymiz. Ammo kafirlarning ash kufrini, ya'ni itqodini ve ularning jinoyatini chuqum yomon ko'rishimiz kerak. O Xitoy bo'lgan bilanmi, biz Uyg'ur Xitoy bo'lgan bilan insof pa uningda, shunami? Mushkapning jazosini tortyapmiz. Jazosini tortyapmiz-da. Masalan, voy bu Yahudi bo'lsa-mu, uning dinimi o'ziga to'g'ri degandek gaplar bo'lmaydi. Çünkü biz Müslümanlar Allah'ın dargahida birden bir to'g'ri din islom dini. Birden bir to'g'ri yo'l islomning yo'li. Biz nima uchun kafirlarni yomon ko'rmizsa, ularning e'tiqodining xato bo'lganlikdan. E'tiqodining xato bo'lganlikdan, ishongan dinining batil bo'lganlikdan yomon ko'ramiz. Shuning uchun bu bir Müslümanda muhabbet, nefret, göz karşı iniq buluş için bütün Müslümanlara samimi sadaqatman buluş gerek. Bütün Müslümanların yaxşı görüş gerek. Bu yaxşı görüş qalb bilan bulamsa yo'q deydi. Ma farq bormi? Shuni el-hubbu ma'an nusra deydi. Yordam qilib turib yaxshi ko'rish. Yordam bilan yaxshi ko'rish, ya'ni amaliy ish bilan yaxshi ko'rish. Agar mushu ish bo'lmay qolib qolsa, shu musulmon bo'lamdi desa, o chaqda o musulmon cin Müslüman bulamaydı. Bu dedim bu el-vala vel-bara akide babına girdi deganimiz şu. Akide meselesi bu. Yani imanın ayrılmaz bir kısmı. Elbette. Yani bu yer ne demekçi sen Müslüman bolsan, Müslümanlar hoşal bolsa hoşal bolursan, Müslümanlar dertmen bolsa dertmen bolursan, ularının baxt saadet için hoşal bolsan ve beşir künçse chuqum yordam qilsa deydi. Mushunda bo'lgan chaqda sanan lekin musulmonga sadoqatman bo'lgan bo'lding. Masalan, bu ilqi islomiy kimlikni belgilaydi. Xo'sh. Islomiy kimlikni belgilaydi. Sen kim o? desa, mush kimlikni belgilaydi. Endi bu yerda bir ta'kidlab qo'ydigan gap, men dedim bütün Müslümanlarga sodiq bo'lish. Ammo hozir biz musulmonlarning ichida echinchilik bir ahvol bor. Tashkilotlarga sodiq bo'lish, partiyalarga sodiq bo'lish. Masalan, bu yerda shunday bir taqvo yaxshi musulmon tursa, faqat shu musulmonning shu o'zi tava tashkilot tava bo'lmaganlikdan o musulmonni yaxshi ko'rmaydigan ahvollar bor. Mana bu dinde qattiq cheklangan bir mutaassiblik. Biz hozir aytdik ya, masalan cho'ng jamoat, kichik jamoat yoki falon dernek yoki piston dernek deb, shuniga tava bu musulmon uni yaxshi ko'rmaslik. Dek yaxshi ko'rmaslik bilan to'xtab qolmay yomon ko'rish. Mana bu al-vala vel-bara degan uqumga qarshi keladigan uqum. Tamam. Şu
Şu bunu bilishimiz kerak. Ha, endi yeni bir gap bor. Masalan, sizning bir yaqin og'aylarini men bir narsa aytman. Sizning yaqin og'aynan bir bo'lmaydigan manda bir ishni qilib qopti debdiman. Desam sizlar darhol u og'aylarni qo'g'dishlar kerak. Rasmiy og'aylar bo'lib qolsa, meni og'aynam u xato ishni qilmagandi, voy o'z ko'zingdan ko'rdingmi? Men tilpib so'rab baqay. Balki uning ashunda xato ishni qilib qilishda biroz sababi bordi yoki majburlangandi deb damlar demam rasmiy og'aylar bo'lsa. Albatta. Mana vala degan shu. Bir musulmonning bir xatolashib qolsa, siz shu darajada xuddi masalan sening dadang oyada bir xotin kishilar ketib bordi desa, voy mening dadam asli islo odamti, balkim u ayol bizning biroz tuqqunimizdi. To'xtab baqay, men dadamdan surish chiqib baqay deb dadlarni qo'damlar. Evet. Aş dadısını qo'g'dgandek yeni bir musulmonni qo'g'diya olsa bu vala val bara degan shu. Musulmonga sodiq bo'lish degan shu. Masalan, Payg'ambar alayhisalom bir qatim bir jihodga chiqdi. Jihodga chiqqan chaqda bir necha sahoba jihoddan qolib qoldi. Qolib qolgandan keyin ba'zilar dedi, ha, ularni shu mol dunyoga berilib, xotin bola bilan qilib qilib jihodga kelmabdi debdi. Boshqa sahobalar, "Yo'q ya Rasululloh, ular Allohni va Allohning Rasulini bizni bek yaxshi ko'rdi, chiqqanmaslik mandamada sabab bor debdi. Payg'ambar alayhisalom shunda qo'shib ketdi. Mana bu islom dinidagi al-vala val bara uqumi. Ya'ni musulmonga sadoqatman bo'lish, musulmonni yaxshi ko'rish va yordam qilish islomda bir aqida, ya'ni iymonning ayrilanmas bir parchasi. Balki iymonning javheri. Biz bilamiz, ya'ni diniy o'qoli bilamiz, iymonning javheri shu. Qanday qilamiz? Musulmonning xo'shaligi uchun xo'shal bo'lish, besh kun tushgan chaqda yordam qilish, bu aloqa bizning ixtiyoriy ishimiz emas. Buni bilishimiz kerak-ku. Xo'sh, to'g'ri. Tamam. Endi bu kafirlarni biz yomon ko'rish degan chaqda kafirlar bilan kech suqishib, vaqirishib, to'plab yuring degan gap emas. Bizda do'q tajovuzchiga aniq maydonimiz aniq bo'ldi. Endi normal kafirlar bor. Masalan, sizlar xizmat qilinglar. Xizmat qilish jarayonida sizning xizmatdoshlari kafir ekan. Uning bilan do'st bo'lib, og'inolab qoplar. Islomda cheklanadi bo'lsa, ma'vo cheklanmaydi. Bu yerda bir nayt inchik narsa bor. Bu kafirni yomon ko'rishsa, azada kafir degani ko'gayada urib dasaysa degan gap emas. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. La yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din deb. Sizning diningizga urush ochmagan, sizning jutonlardan qo'g'lamagan kafirlar bilan chiroyliqcha adolatning asosida birga yashasanglar bo'ldi degan oyat bor. Xo'sh. Nima? Masalan, Payg'ambar alayhisalom o'zining tog'asi Abu Talibni yaxshi ko'rdi. Shu Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahbabta dedi. Sen yaxshi ko'rib qolgan adamingni hidoyat qilmaysan dedi. Xo'sh. Demak, kafirlarni masalan ya uningki alayda bir maharati bor ekan. Xo'sh. Yoki u bir ish qilib axloqi yaxshi ekan u kafirning. Shundan siz shu axloq yaxshiligidan yoki uning bir masalan kompyuterga oid ust ekan, yo e'lon tashviqot ust ekan, shu jihatdan yaxshi ko'rib qolsa bu cheklanmaydi. Bu yerda yaxshi ko'rish ash kafirning e'tiqodi to'g'ri deb yaxshi ko'rib qolsa cheklandi. Buni bilishimiz kerak yana. Ya'ni bu alvallah o'rada hatto bizning vatandoshlar bo'lgan-ku, namoz o'qimaydigan tuqquni bo'lsa uyigim kirmay. Ashuna bir ahvol uyigim kirmay, gaplashmay, tuqqandoshlarni o'zimiz deb. Unda emas. Masalan, dinimizda Yahud Nasara bilan to'y qilish durustmi, durust emasmi? Albatta. Durust. Yahud Nasaraning qizni asaq bo'ldi. Qiz bermaymiz. Bizning dinimizda qiz burish bo'lmaydi, ammo qizni asaq bo'ladi. Dinimizning yo'l ko'rsatmasi bu. Endi Yahud Nasara dinimizda kafir. Lekin xotinni asaq uni yaxshi ko'rmay og'lanmaydi. Shuning uchun ma kafirlarni yomon ko'rish deganda, kafirlarning dinini va e'tiqodini yomon ko'rish. Shaxsan emas. Buni farq etish bek muhim. Bo'lmasa biz masalan balkim kafir qo'shnimiz bo'lib qolish mumkin, kafir bir saboqdishimiz bo'lib qolish mumkin, kafir bir xizmatdishimiz bo'lib qolish mumkin. Uni men kafir deb qapoqni turib, undan so'qishma deb tuzoq bo'lmaydi. Ma'ni farqlantirish o'sha al-vala val bara uqumida bak yaxshi. Bilmasak chataq chiqadigan masala. Demak, gapning xulosasi, qarindoshlar, dinimizda bir muhim tushuncha bor. O'simi
muhabbet, nefret düşüncesi. Yani iniq bo'lish kerak. Uni arabchada al-vala deydi. Musulmonlarga sodiq bo'lish, val bara kafirlarga sodiq bo'lmaslik. Sodiq bo'lmaslik degan gap islom musulmonlarning axborotini satmaslik va ulardan marhamat kutmaslik. Tamam. Endi bu yerdagi bizning eng ta'kidlaydigan yerimiz musulmonga sadoqatman bo'limiz degan gap osh qarindoshlarimizga sadoqatman bo'lishimiz bizning aqidamizning javhari. Vatandagi musulmonlarni qutqizish, vatandagi zulm chekayotgan qarindoshlarimizni qutqizish bizning dinimizning javhari. Buni butun musulmonlar bilish kerak. Men namoz o'qisam bo'ldi, men balamni yaxshi tarbiyalasam bo'ldi deydigan nurg'un och singlarimiz bor ekan. Ajdachu hech qanday ish aralashmaydigan. Biz ana xizmatini obdan qilib, mash balni obdan tarbiyalab, achasak bo'ldi. Yo'q. Sen bir musulmon qiz bo'l, musulmon ona bo'l, er kishiga chuqum qildi. Seningmi vatandagi zulmni qutqizish majburiyating bor. Buni sening ering tusish haqqi yo'q. Hech kimning hozir bir qizni dadisining yoki bir ayolni erining vatan uchun xizmat qilmaysa, vatanda qutqizish uchun xizmat qilmayman deb tusish haqqi yo'q. To'ssa ko'ta qaltang deyish kerak hozir. Biz dedik ya, ya'ni ayol erdan so'ramaydi. Balı dadıdan sormaydı dedik. Muş inqilabdan, muş vatan davasından tosqan erni kötü qaltang deyish haqqi bor. Çünkü o ayolga Allah qilgan farz bu. O senin iring asqatmaydi, senin balang asqatmaydi qiyomat kunsi. Senin hech kim asqatmaydi. Allah senden so'raydiki, sen men farz qilgan, men farzni qildingmi deb so'raydi. Bugungi al-vala val bara degan hukmni shu bu yerga mushun aralashib deyishimizdagi maqsad shu. Shuning uchun masalan bu odamda tabiiy sevgi bo'ldi. Tabiiy sevgi masalan erning ayolni yaxshi ko'rishi, dadining balni yaxshi ko'rishi bu cheklanmaydi. Masalan mening dadam yoki inim astag'firullah yoki inim kafirulab qolsa, uni tabiiy o'zimning dadasiga yaxshi ko'raman. Lekin bu yerda yomon ko'rish meni farqlanadigan muhim ish, uning kufrligini yomon ko'raman. Kufr e'tiqod ekanligini yomon ko'raman. Ammo bir inson sifatida buni yomon ko'rish yo'q. Buni farqlantirish bek muhim. Shunga bizlarga atrofimizga odamlar chiqishamaydigan bir ahvolimiz bor. Yo'q. Bizning vazifamiz va ma alayka illa al-balagh. Biz Allohning dinini, jinimizni, melimizni silib Allohning dinini yetkazimiz, din yetmagan odamlarga. Tamam. Ular bilan chiroyli o'ssak bo'ldi, chiroyli yassak bo'ldi. Ammo biz chiroyli o'tamaydigan dunyoda shaxs bor. U kim bo'lsa tajovuzchi, zolim. Zalim mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar. O zalim Xitoy bo'lsin yoki boshqa millat bo'lsin, u zalim hatto bizning tuqqunimiz bo'lsin, hatto musulmon bo'lsin, bundan qarshi turamiz. Shoma dinda kafir bilan jihad qilmaymiz degan bir gap bor. Hamma kafir bilan jihad qilmaymiz biz. Zalim kafir bilan jihad qilamiz. Buni bilish kerak. Bu mesela oyat nima deydi? Sizlarga tajovuz qilmagan kafirlar bilan chiroyli qo'ysang bo'ldi degan oyatni qanday tushunamiz bo'lmasa? Kafir bilan jihad qilib ko'p kafirga urush bilan degan gap yo'q. Tajovuzchi kafir bilan jihad qilamiz. Shuning uchun bu yerda bizning yetkazmoqchi o'g'limiz shu. Vatandagilarga yordam qilish, vatanni qutqizish, vatandagi musulmonlarni qutqizish bizning e'tiqodimizning javhari. Buni bilsa al-vala val baradagi biz tushundirmoqchi bo'lgan gapning javhirimiz shu. Ya'ni musulmonlarga sadoqatman bo'lish. Bu sadoqatman bo'lish shu musulmonni suyish bilan yordam birga bo'lish. Men suyib qo'yiblar, men Uyg'urlarni yaxshi ko'raman, ammo deyish yo'q. Yaxshi ko'rish bu yerdagi yaxshi ko'rish chuqum amaliy yordam bilan birga bo'lish. Masalan, musulmonlarning g'alaba qilishini, musulmonlarning utuq qozonishini yaxshi ko'rish. Masalan, bu al-vala val bara hukmi tushunchisi ojiz odamda Yevropaga berib, shunday qanday qildi desa, voy Yevropada onda taraqqiy qilgan, manda taraqqiy qilgan, mandaqga deb Yevropaning ijobiy tarafini ko'p turib so'zlaydi, salbiy tarafini so'zlamaydi. Demiş qalsa bunun şu musulmonlarga sodiq bo'lish enining ojizligidan kelib chiqadi. Musulmonlardagi ayibni ko'rsa ko'p turib so'zlaydi, musulmonlardagi ijobilikni so'zlamaydi. Bu seninki al-vala val bara hukmdagi ojizlikni ko'rsatadi. Ya'ni sening kimliging ojiz. Shu al-vala val bara musulmonning kimligini bildiradigan bir tushuncha, bir hukm, bir prinsip, bir aqida.
Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Programımızın vakti toşup kaldı, yine ahıra kep kaldık inşallah. Başka bir temada ati inşallah toxtarız. Allah razı olsun. İnşallah. Kadirlik görürmenlerimiz, şuna kalıp bugünkü mana bu Resulullah programımızdaki 25. sanımı müşahede ahırlaşıdı inşallah. Elbette tünügün başlayan Resulullah ve kapırlar diyen bu ufkum tünügünkü ve bugünkü söylenenler bilen birleştirilip düşünülsen ayette hemek yaxşı buldu dep qarayman. Şunun için tünügünkünü kaçırganlar bolsa aşina ola billah görsenler inşallah. Allah ömür verse atiki programımızda tekrar görüşküce. Sizlerden Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel